Demak, 1 metrdan qanday qilib kofchika tiksa bo'ladi? Spushini yeng qilamiz. O'zimizga sevimli bo'lgan bizning asosimiz bor, qizlarjonlar. Demak, aynan mana shu asosimizdan foydalangan holatida spushini yeng bichamiz. Bo'yin o'yindisi o'zi mana asosimdagi menga juda bir qulay. Chok haqi 1 sm berib, endi qaranglar, mana shu yelkani chizig'i bo'yicha pastga tushib ketamiz. Tushunarligi? Mana yelkani chizig'i bo'yicha. Kengligi 22 sm. Mana shu chizig'idan 1-1,5 sm ichkariga kiramiz. Mana qaranglar qizlar, spushini yengda nimaga asos kerak deganlar uchun maslahat aytaman. Mana bu qo'ltiq o'yinda va anaqasi turibdi, beli turibdi. Mana shuni qoq o'rtasi bor. Mana qoq o'rtasi. Mana shu yerga mo'ljal qilib nima qilasizlar? Mana shu qo'ltiq o'yindini o'yasizlar. Ana o'shanda qo'ltiq o'yindinglar tor bo'lib qolmaydi, kirib ketavermaydi, zalom bo'lib qolmaydi. Mana shuning uchun ham nima bitsanglar ham asos kerak. Asosiylar bo'lsa, konkretniy zo'r chiqarasizlar. Yana bitta reklam qizlarjonlar, asos kursimga sirrochni eshiklari ochuvligida kirib olinglar. Davom etamiz qizlarjonlar. Demak, menga kofchkamizga 50 chok haqi bilan 7 sm uzunlik kerak. Bo'ldi. Shunda men bu yog'imda kakras mana 40 sm men bu yengim manaqasiga qolar ekan, bu yog'iga yengini qilib olamiz. Hozir buni kesib olaman-da, bunaqasiga aylantirib orqasini bichib olamiz. Mana kesib oldik. Kesilgan holatini ko'rib olishingiz mumkin. Ana endi xuddi shundan orqani tushirib olamiz. Mana orqamizdan joylashtirib oldik. Endi qaranglar, mana bu chizig'i bor-ku. Mana shu chiziqdan 2 sm tushib, gorlovinani chizamiz-da. Qolgan joyini qanday bo'lsa o'shandaligicha kesamiz. Xo'p, yengini bichishimiz uchun bizga mana bu 22 sm kerak bo'ladi. 22 sm polniroz o'lchamaymiz qizlarjonlar. Mana bu yerda 1 sm anaqamizga kirib ketadi. Demak, 21 sm da общий hisobda yengini hozir o'lchashimiz kerak. Yigirma bir bo'lsa 42 bo'ladi общий hisobda yeng kengligimiz. Agar fanarikli anaqa burmali, ser burmali qilmoqchi bo'lsanglar, tegini kengaytirish berasizlar. Menga norma bo'ladi o'zi. 22 ni kengligi ham menga norma bo'ladi. Bu bizada mana bu yengimizga bo'ladi. Mana qilib yengini anaqa qilamiz. Manjetini qilamiz. Xo'p, endi bizda qolgan material bor, qizlar. Mana bizning materialimiz. Demak, bundan cho'ziladigan joyiga bu yog'i unchalik cho'zilmasa-ki, men bu yog'i yaxshi cho'zilyapti. Demak, manjetlarimizni qilib olamiz, belimizni manjetini qilib olamiz va yengimizga qilinadigan manjetni qilib olamiz, qizlarjonlar. Bo'yniga ribani qilib olamiz. Hammasini o'sha o'ziga kerakli bo'lgan anaqada razmerda. Koftamizni nimadan boshlaymiz tikishni? Birinchi bo'lib detallarni ulashdan boshlaymiz. Avvalosiga oldi yelkaga, orqa yelkani ulaymiz. Ulagan holatimizga yengini ulaymiz va keyin o'tdim qilib yonlarini ulaymiz va manjetlarni ulaymiz. Qani ketdik qizlarjonlar. Soatga засекать qilamiz. Ro'parosa yarim soatda bitish kerak. Averlo, dazmol, ana undan keyingi ishlarimiz. Mana biz ulab, dazmol qilib keldik, averlo qilib oldik. Ya'ni endi yengini ulashimiz kerak. Tak. Mana yengini hozir ulab olamiz.
dazmol ana undan keyin bundoq qilib yonini ulaymiz. Mana ulab keldik. Ana endi choklarini chokiga qo'yib olamiz, обязательно. Yurib ketmasligi uchun. Va polni yonlarini averlo qilib kelamiz, dazmol qilib kelamiz. So'ng bu joyiga manjit, etagiga manjit va bo'yniga ribana tikamiz. Tikladik. Mana manjitlarni tayyor qilib tikib qo'ydim, ulab. Tegidagi manjitini ham mana tayyor qilib qo'ydim. Demak, bularni oldin tikishdan oldin, xuddi mana buni qanaqa tikib olgan bo'lsam, xuddi shunaqa tikib olamiz. Cho'zib yon chokiga ulangan joyi, agar sizda material ko'proq bo'lsa, ulamasanglar ham bo'ladi. Men endi o'sha material kamligi uchun uladim. Manjit tazgini cho'zamiz, ko'p emas, manjit tazgini cho'zib mana ikkinchi choki yon ikkinchi chokiga to'g'ri keldi. Ana endi bu yog'ini ham xuddi shunaqa qilib cho'zib tikib ketamiz. Mana dazmol qilganda mana chiroyli bo'lib anaqa qilib beradi, turib beradi. Xuddi shu holatida mana hozir yengini ulab olamiz. Yengini qaranglar, mana bunaqa xohlab cho'zsam ham yetmayapti. Demak, ozgina burma qilib qo'lingizda yoki bo'lmasa mashinada ozgina burmaga terib olib turib, keyin tiksanglar juda ham nur ustiga a'lo nur. Buni tushunib oldinglar. Buni chunki men oldingi darsda ham ko'p ko'rsatganman. Hozirgi qiladigan ishimiz bu mana bu bizning bo'ynimizga tikilinadigan ribana bo'ladi. Ribanani mana chokli joyi, ulangan joyi qaniydi? Mana ulangan joyi. Ko'pchilik yoniga qiladi. Mana shu sal g'ashimga kelgani uchun men har doim o'rta orqa markazidan boshlayman. Har doim. Orqani unchalik cho'zmayman, qizlarjonlar. Orqada unchalik cho'zmayman. Mana oldi yelkaga kelyapman-ku, mana o'shandan keyinginini ribanani cho'zaman. Bitta qo'lim bilan cho'zaman, ikkinchi qo'lim bilan sal kirgizib yuboraman. O'shanda ribana juda chiroyli turib beradi. Mana ribanamiz hozir dazmol qilishdan oldin overlock qilib olamiz, so'ng chiroyli qilib dazmol qilamiz. Agar dazmolni choki yaxshi yotsa, ustidan chok bermaymiz. Agar yaxshi yotmay mamnaqani aylanib keturadigan bo'lsa, ustidan 0.5 yoki bo'lmasa 0.1 chok berib yuboramiz. Voila, devishga xolla, shu bilan tayyor bizani koftamiz. Bemalol hozir yengiga tikamiz, burma qilib mamuni tikib qo'yamiz yengiga va qarabsizlarki bizani kofchikamiz tappa tayyor. Ro'parosa sizlarga o'rgatishim bilan, uzib, yana yozib, boshqa qilishim bilan qizlarjonlar 40 minutda kofchika bitdi. Demak, siz o'zingiz tiksangiz, yarim soatda bemalol tikib tashlaysiz. Shundoq ekan, tezda asos darsimga qo'shiling va agar asos darsim sizga qiziqarli bo'lsa, srochna kommentga plus belgisini qoldiring.